Man shu insonni xotiniman, turmush o'rtog'iman, ikkinchi xotiniman. Birinchi xotini bilan ajrashgan. Mana xo'jayinim mana ishlayman deb tepalikdan tushib ketib, ham beli sindi, ham oyoq sindi. Bu inson endi umuman o'rnidan turolmaydi. Mahalla bo'y ertalab keldi-da, shuni ha bo'ldi, hal qilamiz dedi-da, ikki ayol, ikki erkak kelib ustimizdan kulib ketdi. Nimaga mahalla yordam bermaydi? Mahallaga har doim kak polojni oyligini to'layapsizlar-ki. Nima unday qilmaydi? Mana endi bitta balam bilan kim boqadi? Hech bo'lmasa 100 ming, 150 ming bir kunga uyimizga pul kelaydi. Endi men qayerga boray? Hozir men ishga chiqsam, hech bo'lmasa kosa tovoq yuvishga ham bironta bir stolovoyga erimga kim qaraydi? Gashik tutib yotibman. Beli umuman ishlamaydi. Bu odam unday odam emas edi. Hurmatli prezidentimiz, bizga yordam berishingizni xohlayman. Iltimos qilib so'rayman. Mana bu odamning ahvoli. Xilla gapiradi, faqat bulka nonni yutib deydi. Uni qattiq non ham yeyolmaydi. Tarvuz olib kelsam, tarvuzni ham yemadi. Yemayman dedi. Nima qilay endi men bu odamni? Men ham 92-yil ayolman, ikkinchi turmushim. Shunday bo'lishini hech kim xohlamaydi-ki endi. Balalarimni boqay deb, xotinimni boqay deb ishga chiqqan. Iltimos sizdan, hurmatli prezident, bizga yordam bering. Sizni so'zingiz o'tadi bu dunyoga, hech kim so'zi o'tmaydi. Mahalla ham qaramaydi, uchastkavoy ustimizdan kulib ketadi. Yaxshi bo'pti deb. Men u kuni eshitdimman. Shuna keldi, yaxshi bo'pti, Xudodan topdi deb ketdi. Hali bular Xudodan topadi hali. O'sha uchastkavoyda ham shuni qarg'adim. Seni ham balang bordir, seni ham xotining bordir. Endi shu odam ham 21 yil qamalay deb onasidan dunyoga kelmaydi-ki. Qandaydir o'zini ayblari uchun yoshlik qilgan, bo'lgan. Hech kim ishga ham olmadi. Faqat qurilishga ishga chiqaychiydi. Mardikorlik qilaychiydi meni erim. Kuniga 250 ming, eng ko'p topgan 300 ming bo'laydi. O'shanga ham ro'zg'orimiz o'tkazadi. Balam maktabi bor, kitobi bor, daftari bor. Men kiyinaman deyman. O'zi eski kiyimlarni kiyirdi. Yangi kiyim hali men erga tekkanimdan beri shu odamga biror marta yangi kiyim olgan yo'q. Iltimos yordam bering prezidentim. Sizdan iltimos qilib so'rayman.